Çolpan geldi. Isıdınız mı? Əmisə, abidə iç bakamdı. Salqın, limon yalpızının küçük dəmi. Vah! Kelam, azadlıkның huzurunu təmsil et. Qaldın ötken sizden, bək bəyzik. Bu il yazda abidə sizge əmrə. Kayfa çayda? Hay. Canaklı dost. Mehmetcan fını. Ben bu yerden. Sen benim ispatsa. Abiden muzdakisi tekin peyzi. Bilmemse? Benim öyle boşluk ıskıdım da. Ya abiden istikçip sağam mı ya? Ben abiden muzdak durup muzdak içip bakayım ben. Ulan muzdak buldu. Sen? Abiden sersen oldu ki. Soğuk içip gitmesin. Hadi kalayım. Abide soda suyunun lezzetini muzdek işkendi bilesiz. Ha, ben Mehmetcan. Mal qani? Mana, mal. Aval tetip yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizin nurgun ketim dedim. Telefonda qayta tushundirdim. Nima ish tushunmaydigan siz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetip baqadigan, yeb baqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizoladigan tayyor tam tetip quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushundiramadim ba. Ya. Ya. Sen baqa. Aşk men çöndü. Mana tushunibdi go. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimda besa bo'lay. Bu sizga degan tayyordan qildiruvchi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilyamsiz, to'g'ri qo'rda qilyamsiz, samovar sho'rpis qilyamsiz, istoliya cho'p qilyamsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, mana men buni kafolat bera olaman. Undan boshqa badangiz yansiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Aval tetip baqmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Mal bekle az qolgan. Ma'qul, og'zingni ichla. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshiroqman. Bu kallala masalani davodaman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqing. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyor tam. Oy, koşağan çağları var. Ya koşamaz. Tanrı yapınca payda katkan mesulatken aldım. O, Tanrı opunlap kallıma. Bek dikkat kısla. Bek tohbak iki selken bu. A kaynatamla müşkisallap kalıp aşı. Kınmıgan darımız kalmadı. Ya men emez. Dadamga aldım. Bu çok. Bravo. Kan şeklinde güvenletip, geçmek istediklerini alırken şu an iki kap seti aldım. Oy, bunda kıslak ne? Abi hekim açık kav kapsülü. Ha. Oy, bunda olsa ben kaynatamga iki kap seti olay. Beni bir başlap basla. Bek yaman kella. Yaxşılıkını bilip kalma ha. Oy sili degan doim shunday yaxshi mahsulot ishlatib tursalar. Ma'qul, başlap bırak. Mansla. Kechiringlar, juma kechikib qoldim. Qat'iy ayibga buyurmag'aysizlar. Men shu asli faqat kechikmaydim. Bir ish bo'lib qoldi. Shu ishim tugitib kep bo'g'icha sal bir ayol bo'lib qoldim. Ammolar bilasizlar, meni shu riyosatchi deb bilasizlar deyman. Ancha-muncha uningdan boshqa shu naqshi ijodiyat bir ishtirlarga shug'ullanib qo'yatyman yaqindan beri. Uningdan boshqa yana ovoz beradigan bir ishlarni qilib qo'yatyman, qaranglar bir tarjim kinolarga. Taklif bilan bir sinab baqaylik deydigan bir qiziqishlar bordi. Endi mush bir fursat o'qib shu ovoz berib qaytib keldim, lekin men mushni bek his qildim. Ovoz berish bek tez ishkan juma, bek tez ishkan. Mushni qilib baqqanlar bu qasa his qiladiga, uning ustiga bu japosi to'la, alovati bek oz ishkan muchu ovoz artistlarniki. Shunaqa mush peshqadam ustozlarimizga qayta bir hurmatlarimizni ifodalab o'tgan bo'lsak deb o'ylab qoldim.
Şu vəcidən bugün programımızga yana bir katta peshqadam ustozimizni taklif qilib qo'ydim. Bu ustozimizni hammaylar tanıyımız. O'zidan bekrak ovozi bizga bek tanishdik deb o'ylayman. Hamid Olimjon akamni bilamsizlar. Bilmaydiganlarmi bordakmi nima? Ovozini anglasanglar cho'qim bilasizlar. Unda bo'lsa, darxallan bir taklif qilib o'tay, o'zini bir ko'ramdik. Unda bo'lsa 2023-yillik Abida Cho'lpon keldi programmamizdan bugungi alayda soniga alayda taklif bilan qatnashgan ustozimiz bo'lsa, Shinjon televiziya stansiyasining peshqadam ovoz artisti, shundaqla yurak qat-qatimizga yiqimliq ovozlar o'rnab ketgan bizning peshqadam ovoz artistimiz Hamid Olimjon akamiz sahnimizda. Marhamat. Özün salamat olsun. Yaxşı. Bir çoğurak yakıp bir Ovozing chiqmayotganda. Chiqyapti-da. Hurmatli tomoshabinlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Obdan to'dangmi? Kino ko'rgandek bo'tansizlar ya. Hamidjon, o'zingiz yaxshi tudingiz, salomat tudingiz. Bir şey kino aka. Mendan bak qaçdingiz lekin. O'ltag'il oldirib ketdim. Eli o'tirmiz. Aka, uzundan beri ajab bir ovozingizni anglab, chiroyingizni faqat bir ko'rishga muyassar bo'lamagan to'q. Ma programmamizda oxir yuz ko'rishdik aka. Qanday hissiyat bo'lyapsiz? Ben yaxshi his qilyapman. Meni ko'rib xo'sh oldingiz aka. Ma programmamizni bundan burun ko'rib baqdingizmi? Ko'rib baqqan. Netsan ko'rdingiz aka, raska qiling ha. Men netsan ko'rganim esimda yo'q, ko'rib turman lekin. Ko'rib tursiz. Ovoz artistlarininkin lamela qilib naqshlar bilan ko'rib turman. Ko'rib turamsiz. Qanday baho berasiz aka? Yaxshi. Bu programmani ayt yaxshi chiqibdi. Rahmat aka. Ko'milib qolgan ba'zi biz tonimaydigan yoki tonish bo'lsaqmi, ko'rib boqmagan nurg'un odamlarni ko'rdik. Bek yaxshi chiqyapti bu programma. Rahmat aka. Sizda mushta peshqadam. Men rahmat aytdim. Voy rahmat. Nurg'un artistlarni, nurg'un boshqalarni ko'rib turyapman. Buningga sizlarga rahmat aytdim. Voy rahmat aka, sizga rahmat. Sizlarga mush xalqqa nurg'un peshqadamlarni yoki talantlilarni mush sahnada tanishtiryapsizlar. Buningga men sizlarga rahmat aytdim. Rahmat aka, rahmat. Aka, siz shu odatni faqat ziyorat qabul qilmaysiz-ku? Men sen tatinchaqchi ziyoratni qabul qilib keting. Sizni ashtadan oldim, lekin bu bizniki tunji uchrashishimiz va aka shu. Lekin ko'rishib his qildim aka. Tatinchaqroq. Xijlab qolmanchi va. Men o'ylayman aka, lekin ovoz artistlarniki hammasi aktyorlikmi bo'ladi deb o'ylaydi ekanman. Bo'ladi. Aktyorlikmi, menmi aktyorlik qilib baqdim. O'yin bo'ladi ekan. Lekin bu tatinchaqlik menda bo'lgandan keyin ba'zida bek ichilib ketanmayman. Unda o'z aktyorlik bo'ladi aka, masala yo'q ha. Bugun qiynayman-ku unda o'z. Masala yo'q. Masala yo'q. Eli itot o'ynayapti unda. Bo'ladi. Rahmat aka, unda oldi bilan shu uzun yillardan beri sizning ovozingizni biz anglab cho'ng'ildik aka. Shaxsan men davrdoshlar anglab cho'ng'ilgan bo'ldik. Siz bilan tanqirdoshlar bo'lsa, ish qilib qandalam 7 yoshdan 70 yoshgacha deyalayman, kesib deyalayman. Sizning ovozingiz hargiz notunish emas. Siz ekranga chiqib bermaganligingiz uchun balkim bir qarab tunab bo'lamasligi mumkin. Lekin ovozingiz har qandig'imizga tunish deb aytalayman. Kichik vaqtlarimizdan tortib karton film, tarjima film, ish qilib qanda televiziya, teatr, qanda bir filmlar bo'lsa, ish qilib Hamidjonning ovozini anglaydim men. Bak amroq bir ovozdi. Qandaroq odamlardi deb o'ylaydim aka. Mana cho'ng'ilib o'zimning orzu-armonlarimga yetib, mushta bir sahnada sizlar bilan, ustozlar bilan birga tura olganligim men uchun bir baxt aka. Yana bir qaytim rahmatimni bildiraman aka. Rahmat. Eng oldida aka, unda bo'lsa, mush ekran oldidagi masalaringizga qarab turib bir salomingizni yo'llab o'tgandan keyin anadakin davomli o'tirib bir paranchaylik. Ko'pchilik hammanglarning salomat turmushinglarning xotirjam o'tishini tilayman. Rahmat sizlarga. Tugudimi aka? Gapiringizmi kalsam? Ozliq. Ma'qul aka, unda o'tirish teklif etay. Muyagirak aka, yomon qochdim. Ondan tatincha olamsiz aka. Bir to'y qo'yqandaklar, ha? Burun zamandagilar akaylik to'y qilsa shunda bo'ladi ekan. Ha, shu sal tortinib qolamiz burun zamandagilarcha. Shu to'y vaqtiga ash kayfiyatdan chiqamabsiz aka siz. Qaysi kayfiyatdan? To'y qilib bo'lgansiz. Chaqchaqma qilib qo'ydim. Hamda shu programmadagi mening xizmatim shunda bir gap-sap berish bo'lgandan keyin oldikeni bir gaplarim ortiq ketib qolsa chaqchaq deblam tushunishingizni umid qilaman aka juma. Hargizlik adabsizlik qilgan emas. Aka unda bo'lsa burunda tatib abaymi dedik.
Muş Hamidkamning ovozini biz ko'rib cho'ng anglab cho'ng oldik. Hamidkam bilan mana Yustirani ko'rishibdik. Bugun naytdi biz uchun bir yaxshi ahamiyatli bir kun bo'lg'isi deb shu umidlarda bo'lyapmiz aka. Lekin siznimi endi shaxsan o'zim bir tushunib baqsam deb o'ylayman-ku. Mayli mush turmush ishlaringizni, sizning balliq vaqtlaringizni, o'quvchi vaqtlaringizdan tortib xizmatga chiqqan vaqtlargacha mush jarayondagi qiyinchilik, ba'zan bir yo'liqqan masala, kasbiy jihatdan, turmush jihatdan har qanday bir ishlaringizni bilishni xohlaymiz. Bugun shunlashqa chaqirib aytib oldim seni aka. Deb beramsiz? Bo'ladi, deb beray. Unda biz balliq vaqtlaringizdan boshlanib bir kelaylik aka. Mening jutum Aqsu Uchturpan nahiyasidan, güzel Uchturpandan. Men shu yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan, boshlang'ich o'tir maktablarni shu yerda tugatib, keyin banki maktabga keldim. Kasbim bankir. Banki maktabini bitirib, bankirligim tushib So'l qoldi. san'at bankida ishladim. Men mushu kinolarga bek amroqchi. Ha. Bo'libmi shu Sargardon filmini ko'rishni necha qatim ko'rdim endi shuni. Ha. Mushu Rajab Toji akimizning baga ovozini shunda yaxshi ko'rib o'zim. Yeyta deydiganmi? Ajoyib beribdi. Do'rab ketdim shuni uchun. Do'rab bering aka unda. Javobgar Raji. Sening sotda deydigan boshqa gaping bormi? Bor. Sotchi so'roqchi apandilar. Men tunji qetdim so'z qilish huquqiga erishdim. Shundaqla odam o'ltirgandan keyin ondan erishdim. Sizlar meni jazolash bilanlar butkul dunyodagi azob uqubat chekayotgan kambag'al bechoralarni azob uqubatdan qutuldirib qola olamsizlar? Sizlar meni o'ylamay, o'z farzandinglarni o'ylanglar. Mana bu bolalarni o'ylanglar. Ben imtihanımı şunu doğrab berdim. Yığlaş, külüş, her qaysı cihetlerden imtihan aldı. Bizden hürmetki sazaver ustazımız Abdurrahman Asad şunda bir gapni qilgan. Bu ormanga suv quydigan ish emas. Bu ma yaqinimda ma o üzemning tuqqunti deb akirib oldigan emas. Bu butkul bir millatga vakillik qiladigan ovozni tanlab ishlatamiz. Bu shunda ish tanlashda har qandag'inglar mush o'zingning karomatiga iqtidoriga tayinib imtihon beringlar deb topilgan. Shu vaqtda necha yuz odam imtihon berib tanlandik. Ustozimiz Abdurrahman Asad shu vaqtda bizning peshqadam ovoz artistlari bor. Bizni tanlaganda shu ovoz artistlarining ichida yana kam qolgan ba'zi obrazlarga tushadigan yana obrazlarni tanlab qabul qildi. Shuning bilan biz 93-yili ovoz artisti bo'lib qabullandik. Shu odamning gapi bilan imtihon berdik. 93-yil qabul qilinib, ma hozirgacha nurg'un ovozlarni berdik. Buning ichida qaysi xalqimizga yaraydi, yaramaydi uqmayman. Lekin obrazni voyaga yetkazib bersam deb tirishyapman hozirgacha. Menchi bo'lganda aka bu ovozingizdan bu bek alayidligi bor bir ovoz deb o'ylayman. Men masalan ancha-muncha ovozlar kirpaqdim dedim-ku aka, bu hargiz iliq deb qo'yganlik gap emas. Biroz kirpaqgan. Masalan shu Hindistonning tarjim filmlariga anlatgan karton filmlarga ovoz berib baqqan. Sizlar bizmi bir kino berib baqqan ekanmiz. Iliq hozir ovozni berib qo'yib ketadigan bo'lgandan keyin aka, iliq bevosita uchrashmaydigan bo'lgandan keyin shu ovozdan anglab, "Vo, mahkamizmi ovoz beribdi, men kinoga" deb qolgan shu vaqtlarda. Lekin sizlarning peshqadamdek sizlardek ustozlarninki oldida aka, bizning ovozlarimiz yomon chonidi ekan-ku. Shuni qarab o'ylab qoldim, "Ey, deb biz mos kelmay ekanmiz. Bizning ovozlarimiz texvonda pishib yetilmabdi. O'nchilik darajada emas ekan" deb shunda bir o'zimizni kamsitish tuyg'usi bo'lib qoldi aka. Unda desak bo'lmaydi. Biz endi peshqadam ovoz artistlari pensiyaga chiqamiz. Bundan keyingi avlodlar yetishib chiqimiz bo'lmaydi. Hergiz o'zimizni men qilolmayman desak bo'lmaydi. Chuqum qilaman deb bir ishni orzu qilgandan keyin shu ishni qilaman deb bel bog'lasak, chuqum shuning voyaga yetimiz. Bo'ldi. Orzuyimizga yetimiz. Hergiz men qilolmayotganman deb mayuslanib chetga chiqib olsak bo'lmaydi. Lekin sizlarning ovozlaringlar ishda bo'lib qoldi aka. Sizning hozir gapayotgan ovozingiz xuddi bir kino ko'rgandek bo'lib qoldi adam. Lekin bizlarning unda ta'sir berishi kerak ba'da. Peshqadam ustozlarimiz ashundaq o'lchamlik ovoz chiqarishni talab qilib, biz har qanday gapni o'lchamlik qilamiz deb ashunga tirishimiz. Hatto men mangsammi ba'zida o'zim gap qilib, yangi ovoz artisti bo'lganda ketib beribmi, mana desam bo'ldi ekan deb o'zim shuning ovozi yurib baqdim.
Gapni butun qilish, donimi-doni qilish bu ovoz artistlarining burchi. Aniq donimi-doni hissiyotga tushirib berish bu bizning burchimiz. Sizning o'zingizning Mandala. ovozi qanday anglamdi aka o'zingiz? Senga shu odatdagidek endi. Odatdagidek hech qanday alayda bilinmamda. Alayda bilinmaydi. Siz boshqa ovoz artistlarninki ovozni yaxshi ko'ramsiz unda olsa? Yaxshi ko'raman. Anglab bey, mening ovozim oshtaroq bo'lib qolsa-chi demsiz. Ashundaroq bo'lib qolsa-chumi deyman. Lekin biz qabul qilingan ovoz artistlarining hammamizning bir-birimizga o'xshamaydi. Şoňa rəngdar çıqqan. Məsələn, sizninkiga mening ovozim o'xshab qolsa bo'lmaydi. Siz bir personajni bersiz, men yana bir personajni beraman. Biz ikkilimiz shuning xarakterini yaratib beramiz. Şoňa sizni men doğursam, siz men doğursangiz bo'lmaydi. Sizning ovozingiz o'zingizga xos, mening ovozim o'zimga xos bo'lishi kerak. Siz kasbiy tarbiyalanmaganmi aka bu ovozda? Ovozda ustozlarning tarbiyasini olgan. Aş kirgandan boshlab tarbiyaligil turibdi shu ustozlar. Lekin muntazam maktablarda unda kasbiy maktabda o'qimayman. Banki kasbida o'qib qolibdi ekanman. Shunga mush ketib berib ovoz berish jarayonida, xizmat jarayonida mushundoq tajriba to'plab. Unda bo'lsa aka bir tarjima kinoga ovoz bersangiz qancha pul? Uni mancha pul degila olmaydi hamda. Lekin mening his qilishimcha aka, bu yomon to'vanka. Men ashta his qilib qoldim. Jafosi bek chiqga buniki. Japasiga tushliq alovati ko'ngildagidek emasga. Biz shu kasbimizni suyib, mush ishni qilgandan keyin uning bahasini tuvan, yuqur demak, mush kasbimizga ishtiyoq bilan kirib ketgandan keyin ulug'iga bek qarab ketmaymiz endi. Mush kasbimizni so'yganlikdan shu qiziqish bilan mush xalqimizga mushun obrazni yaxshi bir yaratib sunsaq deydigan orzu bilan mushunda ketib boramiz. Rahmat aka. Hozirmi ovoz beratamsiz akanchimcha? Siz televiziya stansiyasidami yoki aka hozir pensiyaga chiqdingizmi? Batiq pensiyaga hali. O'shtami? O yishingizni so'rasam o'tga aka. Necha yosh kirdingiz? Hozir 54 kirdim. 54 ga? O, men taxa shu Cho'ng ko'rdim qopdim-da. Chosh ozoqan ekan. Ben o'zim zulub turibdim buni. Rahmat aka chaqchaqni qilib qo'ydim juma, lekin men shu shundaroq o'ylagan. Shu 50 ning to'pida bordi, 51, 52larda bordi deb o'ylagandim. Ha, shunchalik. Aka unda bo'lsa, shu cho'nglar nim xizmat qildi. Dadam, opam o'qituvchi. Opam mening o'zimning sinf mas'ulimdi. Birinchi sinfni tatib opamning qo'lida qolgan. Unda cho'nglar san'at sohasida o'rta maktabga chiqqanda andin dadam matematika o'qituvchisi, dadamning qo'lida o'qidim. O'qituvchi oilasi, bizning oila. Gojong kimning qo'lida o'qidi? Shu Gojongda dadamning qo'lida o'qidim. Yana? Ha. Tasho'da-chu. Tasho'da boshqa muallim. Oxir ayrıldığınızda ayrıldım. Aka unda o'zi shu men tex kelib chiqishingizmi? Cho'qim shu san'at sohasi bilan azroq bir bog'lashliqqa bor deb o'ylab kelman unda emas ekanda. Ma'rif sistemi ekanda. Ma'rif sistemisi. Lekin dadam akordeon chelib naqsh to'lab qiladigan. Siz-chu naqsh jihatlarda naqshini toza aytolmayman. Yag'in gapirgan aka, men anglagan. Naqshni yaxshi aytdi deb anglagan aka. Lirik naqshlarni yaxshi aytdi deb anglagandim. Naqshiga toza. Epaz yo'q. Lekin etot o'ynab bersiz juma aka elektrip ha. Rolga bo'lasiz aka, uning faqat masala yo'q-ku. Uning masala yo'q. Sizning bu tunji ovoz bergan filmingiz qaysi aka amsa? Tunji ovoz bergan filmim Singapurning Intilish degan filmida Chungguanga ovoz bergan. Uni Aryani topqil olmaydi. Uzun bo'lib ketdi uningga. 30 yılga yakın bo'lib qopti. Chiqib men kichik vaqtimda esimni bilsam, shu chaparang palvonlarning ashda bir kartonlari botdi, shulardan ovozingiz botdi aka. Butun chiqib televiziya stansiyasida tarjima qilingan har qanday bir filmda sizning ovozingizni topa olaydik. Shirpatshadim bormi aka? Shirpatshadim. Uningdan bor. Hammasi degidek bor, sizning ovozingiz bak iliqqa nima deymiz, singib ketganda bizga. Shuningga mushu qanda odamdo, mushu odamni bir ko'rib baqsa qanda bo'ladi deb kichik vaqtlarimda işte deytim juma karas ketma bu. Men yangidan kirganda bu sohaga yoshlarni berdim. Sal peshqadam bo'lganda hozir cho'nglarni beryaptim asosan. Tarjim filmlarga bekchiq bersiz aka? Tarjim filmi. Masalan, shu Xunjin bog'log'ini bekchiq bersiz o'g'lim. Shuni mujib kinodir sizning ovozingizni ko'rgan. Bek tatındınız aka. Jiddiylashyapsiz. Jiddiylashyapsiz aka. Qarang, ko'zimga qarayolmayapsiz. Izchil.
Men uduqmay siz uduqib ketmasdan. Bak olmaq. Aka, unda bo'lsa hozir mushu yaqin mezgillarda beryapsiz-ku davomli. Ha, beryapman. Mushu sirtdan filmlarga beryapsiz, maxsus mush televiziya stansiyasidan bo'lyapsiz. Sirtnikigimi yordamlashib, aynak, ko'znak degan programmalarga yordamlashimiz hamda. Shulimi nima qo'llamsak bo'lmaydi. Hozircha anglab turyapmiz aka. shular Masalan, bor. mushu Bahubalilarmi? Ha, Bahubali bor. Shu filmlarni ko'rdinglarmi? Hamid Khanning ovozinimi? Moish moddiy taqdirnomada voy vashi payziya gaplar. Yaxshi. Unda bo'lsa aka, davomlashtirman. Hamsa mushu programmaningki muqim so'rilgan 8 savolga o'tib ketdim. Mushning birinchisida siz bu yil qancha ishda mishadi? Batdi bu savol abayli so'rab oldim. Men faqat chidab turaman bunaqa. Bu o'tib ketdi. Ikkinchisi, hozirgi turmushingiz to'g'riliq so'zlab bering. Masalan, yengimiz to'g'riliq, anki ballar to'g'riliq. Hozirgi turmushim ayolim Emragul Hasan, o'qituvchi. 10-chi boshlang'ich maktabda o'qituvchi, matematika o'qituvchisi. Cho'ng qizim Xadicha Dasho'da o'qiydi. Kichik Rufina o'rta maktabda o'qiydi. Ikki qizingiz bor ekan. Ikki qizim bor. O'g'lingiz yo'q. O'g'il yo'q. Arzuda o'tib ketib borman. Rahmat. Baxt tilaymiz. Unda bo'lsa keyingisi aka. Naq maydonda siz ovoz bergan bir necha filmning obrazini do'rab bering. Bo'ladi. Bo'ladi. Cho'lpon keldi. Maishmati xonligining taxt varisi. Validxon Svagamining eng amroq o'g'li, Baturlarning sardori, tangdoshsiz kalokiyaliklarni yengguchi, imkonsiz vazifalarning o'tisidan chiquvchi Amarendra Bahubali. Rahmat akam. O'zingiz dedingiz ham ya? Qo'yib bermaganda keyin. Texim yaxshi chiqdi, men ekran qarab turib desak. Ekran qarab turib. Hozir cho'qim ekran bir beraylik aka unda to'liqini ya. To'lig'ini berib bersanglar. Unda keyingisiga o'tayverayman. Unda keyingisi aka o'xshash kasbtikilar orasida chiqish olmaydiganlaringiz bormi? Mening hammasi bilan chiqishim asosan. Biz amroq. O'zligi bu qiziqarli kasbchi bu. Yig'lab, kulib chiqib, talog'a chiqqanda xapolab qolsaqmi jim o'tirib olib, yana birdamdila xushallik topa olamiz. Masalan, liq chiqish olmaydigan, ko'rinmaydigan bunda bir ishlar bordi. Unda ishlar yo'q. Biz shu xuddi ba'zi kasbda mundaq kapitalning o'ziramda cho'qishib qolgandek, bunda azroq ajinda surkilishib qolsin birdamdila o yo'q bo'ladi. Kayfiyatingiz ta'sir qiladi. Yetamda. Bizmi ta'sirli yeri bo'lsa, yig'laganda tang yig'laymiz, kulganda tang kulib, urushganda chin qilib urushmasak o hissiyot chiqmaydi. Ovoz bergan vaqtda yig'landi, ras ko'zingizda yosh chiqqanda. Ovozingiz bilan mustaqil qilasiz deb o'ylayman. Ovoz berib etibmi, yig'lab yiqib ketadigan ishlarimiz bor. Ovoz berib etib, hatto ovoz berib etib, bo'g'ilab qolib, shu ovozni chiqara olmay to'xtab qolamiz. Mening bilishimcha aka, burun endi hozirmi balkim televiziya stansiyasida bo'lishi mumkin. Billa o'pcha ovoz kirdigan ishlarchi. Hozirmi shunda? Hozirmi ishda. Lekin sirtda unda emas-ku deyman. Sirtda unda imkon yo'q. Unda hammamiz billa berishga vaqt yo'q. Sizning mushijiat ko'z qarashingiz qanday? Asli billa bersa yaxshi chiqadi. İmkan bo'lmaganda hamda yolg'iz bersimi yana bo'laverdi hamda. Birasi og'rib qolsa yoki so'rg'an bo'lsa, uninkini tashlab qo'yib qolganlarimiz beravermasak, ish to'xtab qoladi. Surat qo'g'lish uchun cho'qim vazifa bor. Vazifani vaqtida o'rindab ko'pchilik sunmasak bo'lmaydi filmni. Shunga vaqtida o'rinlash uchun jafotatsizlar aka. Qilishga to'g'ri keladi. Armag'aysizlar aka. Rahmat. Unda bo'lsa keyingisi sizning ovoz berishdan boshqa jihatlarda alaydiganingiz bormi? Masalan, naqsha aytamayman dedingiz. Hamda lekin itotmay o'ynay olmayman dedingiz. Lekin boshqa bir sohalarda yoki bo'lmasa boshqa bir o'zingizning bir qiziqishlari, bir alaydiligi bormi deyman hamda. Masalan, ba'zan artistlar rassamga rasm chizishda alaydiligi aka, ba'zi artistlarimiz hamda husn xatga alaydiligi aka. Men husn xatni yaxshi yoza olaman. Husn xatda alaydiligim bor. O'zingiz qiziqadi ekansiz. Qiziqman. Husn xatga qiziqman. Uyg'urchami yoki davlat tilidagi husn xatlarmi? Uyg'urcha. Davlat tili xatnimi chiroyli yozaman lekin. Masalan, davlat tilidagi filmlarga ovoz kirib baqdingizmi? Uni kirib baqmadim.
Kirsangiz o'zingizga ishonchingiz bormi? Onu mu deb ketimiz? Mesele yo'q. Mesele yo'q. Ovozingizdanlarmi chiqib alaydik bo'lganiga cho'qim hamma jihatlardan tushkitdi deb o'ylayman men. Rahmat. Undan keyingisi hozirgi tor dunyosidagi shu vanxonlar qanday qaraysiz? Bütün adam qiziqayotgan bir soyachu bu. Tor dunyosida hamma odam, hamma gullar basbasda echilish, hamma iqimlar basbas sayrashib ketdi. Buningga nisbatan ba'zi iqimlar agashmiga yaxshi. Bir nima demayli, o'ziga yoqmas, jimni turvaga yaxshi. Ba'zi yaxshi mazmunlarni qo'llab, uning yurak verib, uni texmi rag'batlantirga yaxshi. Ba'zi mushu jamiyatga foydasiz, bizning axloqimizga yot ishlarni chiqarganda uning agashmay ham uni mutillamay jimla hammamiz yodimizdan chiqarib etsak, u shu peti uchidir. Uning anda manda deb tillaydigan yoki shuningga qarta fikr berdigan ishni qilgan sir olib ketadi-chu. Hech kim gap qilmay jimla yodimizdan chiqarib etsak, shu yo'qaydi. Mening qarshim hamda moda deb hammasiga agishivaglik emas. Ba'zi modaga yoqmasa agashmaymiz. Nurg'un modalar bor. Ecdatlarımızdan tatip, özümüzden yaxshi odatlarimiz, yetilgan odatlarimizni buzib, ba'zi hozir hamda kiyim-kechak deymiz. Mushuludimi? Oldingi modaga agishib ketmagan yaxshi. Mening ko'z qarshim hamda. Moda deb hammasiga agishib versak, qog'ining mengishni ma'man deb keklik mengishni unutib qopti deydigan gap bor-ku. Shunda bo'lib qolamiz. Hozir demisimiz sizni bayqabsizda aka, shu mayli mush kiyim-kechak jihatlardan bilan mushu kiyim-kechakni normal oiligimi, xalqning ko'zigimi bunda ajab obdan bo'libdi degidek mansaqlı buludu. Özümüzün xasligi bo'lishi kerak. Bundaq har bir insonning yashagan yerining territoriyasi o'ziga xos alohidligi bo'ladi. Shu alohidlikni o'ziga xos madaniyatini saqlab mansa hurmat bo'ladi boshqa yerda-chi. Shuni tashlab etgandan keyin o'zini unutib ketsa, yana uningda hurmat taz yaxshi bo'lmaydi. To'g'ri aka. Shu endi o'zimizning izzat obro'yimizni, hurmatimizni saqlash uchun normal madaniyatga ergishib mansaq bo'ladi. Osmonga sakrab ketsak, o'zimiz olmay qolamiz-ku. Ilm fanga tirishib qiladigan nurg'un ishlarimiz bor. Biz endi o'zimiz bo'lish uchun tirishib o'rganishlar lozim hozir. Yolg'iz kiyimni o'rganmay, o'lining qayerga ketib bordi hozir fan texnik. Shuni o'rganish kerak. Shuning tirishchanligini o'rganish kerak. Cho'qim bir do'rashdan boshlandi-ku aka, har qanday bir ijodiyat, har qanday bir yangilik oldi bilan do'rashdan boshlanib, anandagi o'zlashadigan gap bu. Endi do'rash bir yaxshi ish deb o'ylayman shaxsan. Men mana shunday ko'z qarashda yaxshi tarafini, alaydigini do'rash kerak. Yaxshi ishni do'rash kerak. Endi o'zimiz o'sib yetilgan, masalan, o'sha Junxo millatlarining o'zimizningmi bir madaniyatimiz bor. O'zimizning davlatimizning madaniyati bor. Uningdan chetnab ketmagan holda taraqqiy qilishimiz kerak deb o'sha demoqchi aka. Menga shu yoqdi. O'zimizga xoslik bo'lish kerak. Rahmat aka. Unda bo'lsa, keyingisi siz eng yaxshi ko'radigan ovoz artistingiz kim o? Tanlashmi aka bu? Tanlaysiz, ikkidan faqat birini tanlaysiz. Tanlamasangiz bo'lmaydi. Birinchisi Farhod Tolib, Turg'un Qurban. Bu tez savol bo'lib qoldi. Ikkilisini shunday ovozni yaxshi ko'raman. Ikkilisimi mening ustozlarim. Shu cho'qim birini tanlang. Birini tanlay desam, bu tanlı og'zim bormaydi hozir. Bosun aka. Vaqtli. Ikkilisi shunday hurmatga sazovor ustozlarim. Biz burundu tatib ashunda qiynab kelyapmiz aka. Bu ustozlarni cho'qim ko'rayotdi programmani-chi, lekin hech qanday o'yla qolmaydi bu faqat biz hamda ashda qiynab qo'yganligimiz uchun vaqtli tanlab turadigan bir o'tgan. Vaqt tanlab tursak, ustozim Farhod Tolibmi bizga nurg'un narsalarni o'rgatgan. Ustozimdan boshqa yana Turg'un Qurban hurmatga sazovor. Bu ustozimmi mushu kasb 3 yilda tug'ilgandek shunda talantli. Talant jihatda ikkilisi qilishmaydi, lekin Turg'unning talanti favqulodda. Turg'un kam talaysiz hatta. Rahmat aka. Undan keyingisi Qaysar Habibullah, Eminjon Eli Almas. Qaysi? Yana tanlamda. Ha, tanlaysiz. O'tib ketdimi ikkilisi bir-biridan qilishmaydigan, chopib turadigan. Yana dedingiz aka, ben ketman. Tanlagan. Ovoz artistlari. Ikkilisining o'ziga xosligi bor. Ikkilisini tanlay. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi, cho'qim birisini tanlaysiz. Birisini tanlamdim. Birisini tanlaysam, ikkilisi bir-biridan qilishmaydi hamda. Bir vaqtli tanlab turing. Eminjon Elini Dok vazirga ovozga Eminjon Elini tanlayman.
Qaysarkam demdikin desem yemeyeceğim. İkilisi tallayırsam onu mu da Şu oynasın? onun unutmayayım sakın. Keyingisi Avaxon Yiğit, Feride Raşidin. Bu mu ters sual bu vakti? Feride Raşid'in ustazımız mı? Bek talantlık. Hava Hayit onun da mı talantlık? İkilisi bir-birinden qilishmaydigan. Men yanıla Avaxonni tanlayman. Rahmat aka. Onda bo'lsa keyingisi Gulzar Nurdun, Gulzar Abduqodir. Bu ikki gulzarni tang qo'yganliganda ikkilisi oldin qatardiki nayta Yana da tanlag'ili bo'lmaydigan ovoz artistlari hamda ama ikkisidan birini tanlasam Gulzar Nurdunni tanlay. Rahmat aka. Tugidi aka. Rahmat. Uf deytin ha bir. Keyingisi aka. Ketemdim. O yo'q. Boldurib aka siz mushu yangi ovoz artistlaridan nimani kutasiz deydi. Bundan keyin yetishib chiqayotgan yangi ovoz artistlari bo'lmo, talantli hozir. Bir-biridan talantli ovoz artistlarimiz yetishib chiqyapti-da. Bulardan kutadiganim bundan keyin bir iz to'xtab qolmay, o'zidan mag'rurlanib qolmay, yanimi tirishib, yangi obrazlarni yaratishni umid qilaman. Rahmat aka. Onda bo'lsa aka, abay degan gapimiz bo'yicha o'zingiz dedingiz, o'sha aktyorligimni vahshiy bo'yitaman dedingiz. Vahshiy demadim lekin. Azroq. Azroq. Chiqib bo'laman dedi ya. Vahshiyni o'zim qo'shib oldim. Hamsa o'sha eng oxirida Masli shoidiga yerim bor. Shu rol o'ynab bersiz ku aka. Bo'ladi. Boshlamda qamsa? Boshlayman. Ma'lum bir temani tutiblam, hech qanday tayyorlik yo'q. Qopamda aka hamsa? Mayli. Bir deyish bilan. Çolpan geldi. Tak. Kirang. Voy, aka qanday ahvol, yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi dedingizmi? Buyakapsiz. Yaxshi aka. Yaxshi. Bu ovoz artistlarining ishxonasi mushuda? Ovoz artistlarining emas, jo'rini ishxonasi bu. Siz bo'lanmi aka? Tak. Bu ovozing tinish aka? Ben Hamid Alimjon. Voy, aka Hamid Alimjon. Yaxshi aka, yaxshi dedingizmi? Voy, siz shumi aka? Shu. Yo. Ovoz bermadingmi aka yaqindan aka? Beryapmiz, ko'ryapsizlar? Voy, yo'q, bu yaqin yo'q, bu denshi tuzuk bir kinoning tayini yo'q. Televizor ko'rmabsiz unda olsa. Yo'q. Nurg'un filmlarni ishladik. Ha. Nurg'un ovozlarni berdik. Yo'q, ovozingizni anglatib kino ko'rganda qildik aka. Shundami? Voy aka, bu men menda gap. Hamda iliq menda desam menda ke deb qolmang. Men mo imtihon berib o'tib ketgandan ham shu ovoz jihatlardan shu ustozlarimiz bor bizni tarbiyalagan. O'tib ketgandan. O'tib ketgan. Yaxshi. Ovozdan berib qildik deyman. Hozirmish denshday gibi ovozlar sir qabul qiladi. Abi dikkidi kiriblam qisanglar 4000dan 8000 maaş verdi deb ağlab quduluk aldı qanda. Aşnaqa bu ishxona. Unda oson ish emas. Biz ovoz artistlari oldigan chaqda e'lon chiqaramiz. Har bir obrazdan kam qolgan obrazga tushadigan ovoz artistlarini qabul qilamiz. Ya aka, ushaq ovozga ovoz berib bilmayman. Başrol. Bunda muhim ishlaydigan bunda xizmatga adam oldi deb keldim deyman. Bunda da taqa. Bo'ladi. Aşnaqa bir necha pul maoshinglar hozir? Puldan tushamiz taqa. Deyman. Oldidan siz qaysi ovozini berib baqqan shuni bir anglab baqay. Ovoz bergan dedingiz. Xo'sh. Ovozni bergan. Aylaqa bir kino var. Qaysi kino? Qadimiy bir tarix bir kino var. Aşnaqdek urushadigan bir yerlar var. Qiplam bilan o'ladiganlar. Orallah. Ya aşam kamlar qapti deganda aşna bir beri chiqdim. Qilgan keyin anadagi davomli chaqirdigan bo'ldi. Ya tahlidi ovozlarga chaqiroldi men hozir. Masalan, bunda qushqochlarning buning bunda ovozlarga qushqochni tahlid ovoz ishlaylik. Uning ovozi olmang. Siz berib baqqan ovozdan biri ariya berib baqqan qani? Nimaga berib beray? Siz nimaga bera olasiz? Masalan, siz Bahubaliga ovoz bergan aka. Bahubaliga siz ovoz berganingizni sizdan oshirib berib yutayman. Mana xo'sh. Tekstek bir nimangiz bormi yo? Bor, mana shuni. Mushnodimi? Mush gapni deb bersam bo'ldi aka mana-da. Deb beqma qani. Mashmati xandalliqining taxtvarsi. Xolidixon, Validixon Sivagamning eng amroq o'g'li, Botirlarning sardori, tangdasiz kolagiyaliklarni yenguchi, imkonsiz vazifalarning o'disidan chiqquchi,
Amara Hindira Bahubali. Falan ekan aka. Siz yomon emas, o'qib berdingiz buni. Ya aka, qizanliq Mani- qilmaydim. Buni ovoz berish demaymiz endi. Nima deymiz buni? Buni o'qish deymiz. Bundan keyin yana davomli tirishib ovoz berish mahoratini o'rganing. Ya aka, Ovoz bu berish. bulmudum o'zi? Bu kitob o'qish emas, ovoz Ya berish degan. nerkan bo'la qoldi aka buni? Siz dapiqma. Nerkan bo'lib qoldi? Shunday yaxshi berdim aka. Obrazga Siz tushdimi? baqirib sal bir buzib qo'yib ekansiz aka men. Yo'q, yenik qilmasa qilmaydi, bu kichik ballava ama deyishning oldida qiladigan. Bunda gap. Ha. Bu ovoz mahorati degan kitob o'qib berish emas. Buningda hissiyot, personajning xarakteri qandoq? Yig'layotamdi, kulyaptamdi, pichirlab gap qilyaptamdi, vaqirab gap qilyaptamdi yo achchiqlab gap qilyaptamdi, mushuni qaraymiz. Aka, magu iliq saqalgu vaqirab turib degan sho'ng'ashda debsizda. Men aboy vaqirayolmay qoldim men emas. shunga. Ha. Hissiyot shundoq. Hissiyotmi vaqramda? Hissiyotmi? Ham vaqirashim bor, hissiyot bor edi. Ishqib ullik ovozi bir deb berib baqayman. Man tushimdim ha. Qani. Qopapda aka mana ha. Vaqiraysiz-ku meningda. Vaqirab debsam vaqirab ha? Jalliq ha? Jalliq Ullik beraman. holatda. Mosh mati xandaliqning taxtfarisi. Valilxon Segamning eng amroq o'g'li. Batirlarning sardori. Sangdasiz kalagiyaliklarning yangisi. İmkansız vazifalarning o'tisidan chiqishi. Amarendra Bahubali. Bo'ldi akamda. Siz mendan so'ramayman, ko'pchilikdan so'rab beqma bo'ldi. Bo'lganda chavakni bekor chambadan vaqtda. Ha? Bo'ldi? Bo'lib qoptimi? Tirishing. Tirishing. Yana bu qilinmaydigan ish emas. Tirishqandil bo'ladi. Bu ishga qatim vaqirab qo'ysangizlar tutmaydi. Buningga mahorat talab qiladigan ish bu. Ko'ranmaysiz aka. Ha? Mendan yaxshi bo'lib ketmasin, magoy. Mendan oshiryapti deb o'ylayapsiz ha? Bir adam eshib ketsin deb manda qiladigan ish emas. Bizning avlodlarimiz yetishib chiqsa, buningga biz xo'sh bo'lamiz. Og'zingizni ochda deb Lekin- ketgansiz siz. Buningga jiq mahorat ishlatmasangiz bo'lmaydi. Siz olmaysizlar. Bo'ldi. Siz yana tirishib o'rganib, yana bir tayyorlik qilib keling. Yaratmadingiz aka. Emas. Bunday fikrlar kelib yurmaydi biz. Bo'ldi akam, siz o'zingiz Ma'qul. Amsa uzatma, qopman akam. Qopman. Ma'qul. Bo'ldi akam, sen? Ma'qul. Çolpan geldi. Xo'sh aka, mana tayyorlik holatda shu mushundaroq bo'lib qoldi aka hamda. Yaxshi bo'ladi. Bunda hamma narsa tabiiy bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ha. Hamda qiziqchilik bo'lsin deb qilib qoldik-ku. Bunda burun salladimi? Biz cho'lpanlarlar shu naq maydondalarmi aka, boshqa ustozlar bilanmi? Mushta o'ynab kelayotgan. Buni qilishlik sabab nima bo'lib qoldi desangiz aka. Ko'rmalarga boshdan oxir parangli bo'lib ketib qolsa, qiziq qolmasin deb. Shu azroq bir kulki bo'lib qolsin deb o'ylab qoldik-ku aka, shundami? To'g'ri. Unda bo'lsa aka, biz keyingi bosqichlarga bir o'timizmi? O'tili. Sizdan boshqa tayyor, sizdan bir moch ishlarni bir qilg'izib olsak bo'ladi aka sizda. Nima ishlar bor yana? Ya bir ovozingizdan bir foydalanib jiqroq bir narsa qilg'izib olamizmikin desam, Bahubali deb berdingiz shu. Boshqa narsa deb bermadingiz siz. Boshqani yana tayyorlab. Sizda ko'p qolmaydi deb yana tayyorliqsiz bo'lsa bo'lmaydi. Ya menda qilaylik aka bo'lmasa. Hozir shu naq maydonda Hamidkam menga ovoz berib baqsin. Qanda? Tushundim. Naq maydonligimiz bordi aka. Bir sinab baqaylik. Uni qilib boqmabsan qanday ular? Uni menda qilaylik aka. Men masalan mishada ozroq yozib qo'ygan bir narsa bor-da. Men telefon paranglashma. Hozir men degan gaplar shu men qarab turib ovoz berasiz. İmtihanda o'zingiz davomlashtiramiz aka, bo'lmasa. Qani. Hozir bishidiki gap menda aka. Voy, suyimdigim, va jon jigirim. Avval so'zimni anglang, ha? Bu ishqa men raslam qo'shilmayman, shundaqmi? Qo'shilmayman. Mumkin emas. Tamg'i usulasingizmi? Usulasingizmi? Qararimda faqat yanmayman. Ashdan qarab turib akamda, bu yo'q yana. Ha. 3 Qo'rqinchli qaraysiz aka. Ha. 3 2 1. Ha. Hey. Men sizga aytsak
Ağzını müdürümüz kanda deymi ona. Ağzım müdürümüz. Ha, vey degende veydiz. Bunda düşünüldü. Makul. Ha. 3, 2, 1. Vey. Suyumligim, cancigirim. Aval sözümni anla. Bu işqa men rastlı qo'shilmayman. Mumkin emas. Tamg'a ustuvasanmi qarorimni faqat o'zgartmayman. Shundaq bo'lsin ha? Ay. To'la ahmoqlik qilaverman, ma'qulmi? Men bo'lmaydi degandan keyin bo'lmaydi. Cho'lpan keldi deb cho'lpan keldiga qalayinqan odam taklif qilish qat'iy bo'lmaydi. Bo'ldimi? Manda qilmayman. Qanday bo'ldi? Fayz oldimi? Voy rahmat aka, rahmat. Imtihonda o'tdingiz. Muborak bo'lsin. Voy rahmat. Ya mushta naq maydonliqi bo'lsa yaxshi-ku aka. Shundaqmi? Shu. Endi aka mushu davomli ko'rinmalarni ko'zda tutib turib, sizni taklif qildik. To'g'ri. Sizni tushunib olsakka, mush Hamid akamning turmushlarini qanday bo'lib, qanday bo'lgandi deydigan bir savollar bor kalamizda. Bugun herhalde bir aydan bu qoldi deb o'yladim-chu. Shuning uchun asos sizdan olmoqchi bo'lgan javoblarni hammani ap bo'ldik aka. Hozir mush kayfiyatni ko'tarishni asos qilib, mushu programmamiz nomidan bir o'yin o'ynash bir bosqichini tasdiq qilganmiz. Shu o'yin o'ynab baqamdiq deb o'ylab qoldim. Bu o'yin qanday o'yin desangiz aka, quloqqa tingshig'ish taqaymiz, so'z tepish o'yini. Masalan siz quloqqa tingshig'ish taqsangiz, men 3 bo'g'imliq so'zni deyman. 3 bo'g'imda eshib ketmaydi so'z. To'g'ri topa olsang sanab turib 5 tal so'zdan deymiz. Uqtirib o'tganlar bir chiqib berdi. Bunda o'ynaymiz. Jazosi bor, mukofotmi bor. Boshlamdiq? Masala yo'q aka, ha? Çolpan geldi. Başlaq aka. Muhabbet. Muhabbet dedi. Bak adı yok qalbi var. Apirat. Abide. Apirat. Ha? Apirat. Abi hayat. Ya. Apirat. Edebiyat. Ya. Apir. Ya. Abi tat. Tapamın olcuma kaman ya. Ha? Baş kimsin tapamdınız? Tapam. Kingsi ya. Kingsi. Birin tipi birin tapamı ya. Telefon. Yanfon. Ya. Ha? Okşumaydı olcuma ki değilsi. Telefon. Telefon. Adli kapıva. Harç pul. Harca pul. Pasport. Ya. Harca pul. Parçpol. En ahırkısı ya. Küldürge. Ha? Küldürge. Macada. Küldürge. Sanala 5, 4, 3, 2, 1. Tügidi. Nemete o. Küldürge. Çöçüre. Küldürge. Atma. Boldu yaka tügidi. Hem sizdeysiz. Yakıldınız mı? Ha. Üç boğum aka. Sen gel. Ra. Mında. Ha şunlar dedim ko. Ha? Üç boğum mu? Boş kılıp aldım müzikçi. Bana çın kıpırıp da öz boş kılıp attı. Neyiz lan? Ne var? Ha makul emde de ya. Ha. Almire. Mağda deyiz aka. Ha. Almire. Almira. Ama kal demesin bu. Almira mı? Ha. Kingsin. Taş atma. Çaşkan bak diye. Nima aka kayta? Taş atma. Bilemedim. Bir. En arkitim. Taş atma. Mırras bilemedim ben nima? Taş atma. Severdin. Ağzınız bek küçük aka. Ha makul. Ağzın küçük ya. Severdin. Kayta? Severdin. Server Han. Severdin. Sevirdin. Sevirdin mi? Sevirdin. Ha. Gülzire.
Turiki. Bilemedim mani. Man bilemedim nima bu? Gülzire. Voyjon. Lekin Muhammed Kanning og'zi qarasanlar faqat bir narsa topolmay ekansizlar. Og'iz bek kichik ekan. Yalan. Taş olma. Taş olma. Qayta aka. Taş olma. Taşbaqa. Emasmi? Yo'q. Satrashla. O't. Ye. Men Öt. topamadim. Taş alma. Voy jo, faqat xiyoli kelmaydigan narsa debkansiz-aka. Ben bundan bir ruxsatlarni mani o'ynab tishlayotgan juma bo'lmasa, hammasini men yig'atdim. Ben shunda osanni deb qo'yibdim atiqa. Sen kelgan bo'lsam, hergiz topolmaskinsa. Voy aka, men sizga tiq o'yibdiq muhabbat. Deb noyt muhabbat deb berdiganlarim deb bo'lsam, tash alma. Valla havada shunda chiq dedim ha. Shunda ko'shimni. Shidmas qildigan zakat ekan. Ha, bo'pti ish qilib siz tutgan bo'ldingizmi kamalda? Sen bir o'yin o'ynab berdi. Unda bo'lsa, yaqinda bir taqatgan bir naqsham bor. Aşı naqshamni amsa mushu tomoshabinlar, ash ko'rmalarniki huzuriga sunib, bir aytib beray. Seni quruq holatda. Bunday bo'lamdi? Bo'ldi. Çolpan geldi. Tunci körü anlattım sana. Sevda buldum, şeyda buldum sana. Tunci körü anlattım sana. Sevda buldum, şeyda buldum sana. Kabul et ki aşık bu gönlümü, hayatımdın aziz bildim seni. Nazenim, hüsnünge buldum şeyda. Armenim, tabet bolsam hamrah. Kunduz gibi kara çeçim, bulak gibi hem gözlerin. Aram behiş öterdiğe esir kıldın beni mehliya. Pervaz kılıp asmanlarda, gece gündüz hiyallarda. Sen dilenme bu hayatta, billah hemrah armanlarda. Nazenim,
hüsnünge buldum şeyda. Arminim tabip bolsam hamrah. Kürü bolğana tüm sana sevda buldu, şeyda buldu sana. Tunci kürü bolğana tüm sana. Rahmet. Yaxshi eshitdingmi? Yaxshi oldu. Naqshi ijodiyat sohasidami ancha-muncha o'zimning tirishchanligim bilan bir ishlarni qilaman deb shunday bir nishonlarim bilan menyapman emasmi? Yaxshi gap. Yama emas ketib bordi aka shu ishlar. Yosh vaqtlar tirishyapman. Hozir oq qog'ozdagi vaqtinglar nima o'rgansanglar, murodinglarga yetisizlar. Rahmat aka. Ügünüp o'tirish kerak. Anlatımız 70-80 kirgan odammi, yana boshqa narsani ügünüp o'tmamda. To'g'ri. Şu ügünüşlü qilish kerak. Sizlardek ustozlar albatta bizga ulgu bo'ladi aka har qaysi jihatlarda. Sizlarni ko'rib turib o'rgangan, sizlarni do'rab turib o'rgangan. Shunda bo'ladi-ki, üst betilgan muhitimiz sizlar bilan doim hamda yuz ko'rish bo'lmasaqmi, ekranda yuz ko'rib turib hamda do'rash bilan boshlanadi aka har qanday ishlar. Sizlarga yana bir qatam teşekkürümüzü bildirimiz aka. Hamda programmamizmi uyun bosqichlari o'tib bo'ldi, jazonimi o'rinlab bo'ldim aka. Hamda shu naq maydon qadam tashrif qilgan tomoshabinlar orasidami balkim sizdan so'ramoqchi bo'lgan savollar bo'lib, ba do'stlarmi bo'lishi mumkin. Shu Hamidkamdan ma savol so'ramay qolib qoldi, ma savolni bir so'ratsak bo'ldi deydigan menda bir do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Hamda shu tomoshabinlarga bir fursatni bersak, mikrofonni bersak, so'ramoqchi bo'lgan qanday savollaringlar bo'lsa, Hamidkamdan so'rab olsanglar bo'ladi. Marhamat. Hamidga teşekkürmi? Sizin bu Çolpan geldi programımız arkalık. Yakın ağırlıktan köyümde ben hoş alman. Mesela sizlerke bu Hamragül hedimizde bizde yaş vaxtınızda qanda kolga keltirgandingiz. Biz hozir men yoshlar hozir bek uchiq yorib ketdik qo'y. Mesela bunda güzel nurlar uçturup qalsak mesela. Seni yaxshi ko'rman güzel deganda bunda gaplarni deyalaymiz endi. Lekin siz mendek mushtaq yosh vaqtingizda shu Hamragülerimizni keltiralgandingiz. Mushtaq bir savolim bor. Hamidga mushtaq tortinchoq turib qonunda keltirib olgan demak shu. To'g'ri. Unda qarsam bek tortinchoq yuvosh ko'ramcha menga. Hamidkam keltirmagan. Lekin unda fursat kelganda men bek tortinib ketmayman. Talabni obdan atqan. Masalan, qanday chiroyli so'zlarni ishlatgan. Güzel so'zlar bilan talab qo'ygan. Masalan, qanday güzel so'zlar. Shunda güzel so'zini qilib kelman. Hozir bu yerda deyishga o'ylayapman. Rahmat. Rahmat. Bek yaxshi savol bo'ldi. O'sha turmushlik savollar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Yaxshi bu Hamidga, yaxshi Nurali siyosatchi. Sizni Çolpan keldi programmasi orqali ko'rganimdan baxo'sh bo'ldim. Men o'zim san'at maktabini bitirdim usul kasbida. Sizning ma'lumotlarimiz masalan tatinma, qo'rqmay o'zingni jalilandirmanda ayliq ortiqchiligingni namoyon qil deydi. Sizni sahnada ko'rib bek ilaqa o'zingizmi dedingiz, men kichigimda tatmışda tatinchoq deb. Sizning masalan kasb jihatlarda masalan shu ustozlar qo'rqmay qila ovozingni qo'yda o'zing tutib olma unda deb masalan tanqid qilgan bo'lsa chiqib o'zingiz bir xilay mushkasbni qilmasam bo'pti-ki ajab bir ma'lumotlarda deb qoldi deb ishda bir ko'nglingiz kelgan bir ishlar bormi shuni so'rab qo'ydigan. Yo'q, savol bo'ldi. Yangidan ovoz artisti bo'lib qabul qilinganda ba'zi kunlari so'zini deyolmagan chog'ilda voqirg'am ügetken başka maksat emas, fakat şunu yaxshi qilsin deb ügetdi. Lekin shu vaqtdami o'zimni naati mayuslanib, kecha uyqum kelmagan kunlarim bo'lgan. Men nima ish qilolmaydigandiman debchi. Bu kasb xato kelib qoldimmi degan kunlarim bo'lgan. Ondan yana o'zimga mush kasb
ko'pchilikka qabul qilingandan keyin cho'qim haq qilganni qila olmayman-ku degan iroda bilan o'zim tirishib, ba'zi o'zim yolg'iz qolgan vaqtlarimda mashq qilib, jiq mashq orqali qo'lga keltirgan. Yomon bo'lsin demaydi. Ustozlarning gapini anglab mushalga kelgan. Senmi bundan keyin tirishib, ustozlarning gapini anglab, ko'nglingga olmay shuni. Menga yaxshi bo'lsin deydi-ku degan umid bilan texmi tirish mashq qil. Rahmat aka, sizning oxirida shu jarangliq ovozingizdan mangu bizning quloq tubimizda yangrab turishini umid qilaman. Teningiz salomat bo'lsin. Rahmat aka. Hamid ağa, yaxshimisiz? Bugun sizni ko'rib xush oldum. Abadiyans yapacaqdingiz. Mening abadiyans o'ltirib o'ylab qo'ygan nechta savolim bor deb bir tanlam emas. Shuni so'rasam bo'pti-ku. So'rang. Qismliq savollar ekan. Birinchi savolim masalan shu tug'ma talanti bor, shu ovozi bek yaxshi. Shunaqa odamlar bir nechilik odamlar ichidan birasi uchraydi. Masalan, tug'ma shu necha yuz odamlar ichidan birisi chiqamdi, yo necha ming odamlar ichidan birisi chiqamdi. Ash masala qiziqdim, ashuni so'rayman ba. Aniki ikkinchi savolim, masalan, yaqin shu cho'chon g'ojongda o'qiyotgan bolalar bo'lsa, ularning keyin shuna peyin yanyan ovoz artisi bo'g'isi bo'lsa, ular hamda qandoq tayyorlik qilib, yo qandoq imtihon birdi, hamda 正式统考高考dan boshqa yilqi yeshu qavshini yana qanday farqi bor ashni hukumatdi. Andaki masalan yana o'zi agar bek yoqtirmaydigan yo maskanmaydigan oliy maktab kasblarni o'rgangan bolalar bo'lsa, putur bo'lib ularning yana masalan ovoz artisi bo'g'isi bo'lsa, ham sizlarning davringlarda manda yaxshi bo'lsa talinib, ashna keptikan hozir masalan oliy maktabda ovoz birdan kasbni o'rganmagan bolalar bo'lsa-mu, yana ashna ovoz artisi bulduğuna fursat bormi? Denishda kirib fursat bormi yo boshqa mandaq metihanyalarda fursat bormi? Ashni hukumatdi. Eng oxirgi savolim, masalan, shu odatga turmushda shu ovozimizni qanday qilib astirab, andan diqqat qilgan ishlar bormi? Voy, yaxshi savol. Yaxshi savol. Tug'ma talant deganimni men toza tushunib ketmayman. Lekin o'zida bor talantni joriy qildiramay, ko'milib qilishdan qo'rqaman. Masalan, shuni qanday qilsam bular qila olamanmi degan so'z eng qo'rqinchli so'z. Men shuni qila olmayman desa, orzuga yetadi. Masalan, davlat tilida o'qidingiz shundaqmi? Bizning davlat tilida o'qigan artist, ovoz artistlari bor. O'sha artistlar hozir tirishib, tilni o'rganib yetishib ketdi. Buningdan qo'rqmanglar. Mushu ishni qilaman deb tirishsa, orzuni puksa ko'ngliga qila oladi. Oildimi shuning sharoit bo'lishi kerak. Maktabda so'zlashgan oildimi yana shu so'zlashaversa o'rgangil olmaydi. Oilda ona tilda ko'proq paranglashib bersa, bu yaxshi, foydali. Daha shu boshqa kasbda o'qisimi, yana mush orzuni qilib, mushu tilga puxta bo'lsa, yana tirishib baqsa fursat bo'ladi. Davomli tirishish kerak buni. Qanday ular deb ikkilinib qolmay, tirishib bir boshqa chiqish kerak buni. Ovozni asrash uchun yemak-ichmakka diqqat qilib, lazat chiqsin, azroq yemayim qo'ymay, muzdek benshangdan sovuq suvni elib ichib ketmay, manda qilsa o'pkinimi ovozni asrag'ili bo'ladi. Ovoz mashqi ko'proq kitobni o'llik o'qib, bog'ichlarga kirib, naqsh aytib beqib, naqshining buning zo'r foydasi bor. Shunda qilganda yana ovozni asrag'ili bo'ladi. Bugün ben sizin yüzdiran ağırlıqdım işte yakın durup emniyet köygünümden ben hoş buldum. Rahmet. Ben demişim şu sizden avazınızga mırabım işte çoğun optum. Lekin sizni ürümçü durup tuncu qatım bugün görüşüm. Şunda hoş olup kettim. Ekranda bolsun, televizorlarda bolsun bir kinolarga özge fakat ben sizniki avazınızı yoqtirganligim uchun izchil shu qismni ko'rib tugitibdim o'ylab bolsam. Shunda qo'shib ketdim. Meni hozir o'ylayotganim, mush sizning ovozingiz amra bo'lib kelayotgan, sizningki tarbiyalayotgan shogirdlaringiz bormi biz bilmaydigan. Ana ikkinchidan o'ylaydiganim, o'zining talanti bor, lekin jamiyatniki bisim sababida o'ziniki kasbini qilmay, jamiyat iqimga moslashib ketayotgan, ya'ni mush kasbni o'zini tashib etgan bolalarni bekchi qadrabimda. O'zining talant bordir. Shunlashqa mush yoshlar qarta sizningki bizga bergan taklif fikringiz bo'lib qolsa, mushni bir bilib qolsam. Bizni shunday hurmatlab, ovozlarimizni seg'inib tug'ininglarga rahmat. Sizlar bo'lg'achqa biz bo'lyapmiz. Sizlar yoqtirib anglag'achqa bizmi qaytirqinib o'z kasbimizni qilyapmiz. Ham suyunib ishlayapmiz o'z kasbimizni. Sizlarga rahmat.
Endi aş yaşlarningmi davomliq boshqa kasbni qilg'ash, bu kasbga qiziqsa, yana tirishib o'rganish qilishini umid qilaman. O'zini boshqa kasbni tashlab etmay, bir tarafdan ishlagash, buningga yana mush kasbni o'rgansa bo'ladi. Rahmat. Hamidka, bugun muborak ovozingizni anglab, o'zingizni ko'rib, intayin xush bo'ldik. Mushu topda sizga mushu biz Abida shirkatimiz yangidan bozorga solgan Abida Chilan Alqat sharbati ichimligi bilan yangidan bozorga solgan Abida limon yalpuz gazliq ichimligini sizga sovg'a qildik. Rahmat. Salomat bo'lsin. Xo'sh, rahmat aka. Mana tomoshabinlarning so'raydiganlari tugab qoldi. Bugun bek yaxshi bo'ldi aka. Rahmat. Ahamiyatli bir san bo'ldi deb o'yladim. Chunki shaxsan men o'zimni misolga olsammi, sizlar mushundaq mushsanda o'tirib bir paranglashib baqsam, qanday bo'larmish Hamidjon bilan yuzturan ko'rishib baqsam qanday bo'ladi degan bir orzu istak botdi. Bugun amalga ish bo'ldi. Sizning maslahatlaringizga shunchalik rozi bo'ldik, xo'shalik ilkida ko'ryapsiz deb aytalayman aka. Buningdan keyingi ishlaringizdan texnik utuqliq, ma'nlik, baxtlik o'tishiga tilakdoshligimizni yana bir qatim bildiramiz aka. Rahmat. Endi buningdan keyingi vaqtlardami salomatli bo'lsangiz, cho'qim salomat bo'lishingizni oldin umid qilamiz. Salomatli bo'lsangiz to'xtab qolmaymiz, saada xizmat qilib, bizga yangi filmlarni sunib turishingizni, o'sha ovozingizni bizning quloq tubimizdan faqat ayirmasligingizni chin ko'nglimizda umid qilamiz aka. Rahmat. Bek ta'sirlandim. Xalqimizning bizni hurmatlab, bizning mush ishimizni suyib anlig'iga ko'pdan ko'p tashakkur etaman. Cho'lpan keldi programmasiga alohida rahmat aytaman. Bu programma nihoyat yaxshi bo'lyapti. Qolgan sonlarni ko'rib turyapman. Nihoyat yaxshi chiqyapti. Sizlarga ko'p rahmat. Davomli mushuni davomlashtirib turishinglarni umid qilaman. Rahmat aka. Rahmat. Xo'sh, programmamizning 2023-yillik tojdorligini Abida Biopan Texnik taraqqiyot cheklanish shirkati alohida qo'llagan. Issidingizmi? Amisa, Abida ichib boqamdiq. Salqin, limon yalpuzning chuchuk ta'mi. Vah! Keling. Ozodlikning huzurni tanzir. Goldan o'tgan sezim, bakpayzi. Bu yil yozda Abida sizga hamda. Kepechada. Hay. Canım kılavuz. Mehmetcan qani? Ben bu yerda. Sen benim iş qolsa? Abidan muzdakisi tekin peyzi. Bilmemse? Bilmaylik boşluq qilib ketamdi. Ya Abidan istiq ichib saqammi ya? Ben abidan muzdak turib muzdak ichib boqay deyman. Ulan muzdak bo'ldi. Sizlar Abidani salsan oldi-ka? soğuqqa ichib ketmasin. Hadi qalaymi? Abida soda suyuning lazzatini muzdek ichganda bilasiz. Ha, ben Mehmetcan. Mal qani? Mana, mal. Avval tetib yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushundirdim. Nima tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetib boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizoladigan tayyor tam ters quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushundiramadim bay. Ya. Ya. Sen baqa. Aşkım ben tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyor tam ters quldirichi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, ishtaliyat cho'p qilibsiz. Ish qilib nima qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men buni kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq qiling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Avval tetib baqmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Malbekni az qolgan. Ma'qul, og'zinglarni ichla. Sizlarga demadim, men odamlarga tekshiryapman. Bu kalvala faslani davotiman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqing. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyor tam.
Oy, go'shagan chaqlar var. Ya koşa emas, Tanrıyopan'a payda qatqan mas'uliyatken aldım. O, Tanrıyopan lap qallama. Bek diqqat qısla. Bek to'qpoq kasalkan bu. Qaynatamma mushkisallab qilib ashu qilmagan darimiz qolmadi. Ya men emas, dadamga aldım. Bucu. Avo. Kayışıklarını güvenletip, ergeçlik kasalliklerini aldın alırken şuna iki kap setip aldım. Oy, bunda qıslaq ne? Abi hekim açıq kav kapsulu. Ha. Oy, unda olsa men qaynatamga 2 qap setib olay. Meni bir başlap basla. Bek yaman kella. Yaxşılıkını bilip kalma ha. Oy, sizlar degan doim shunday yaxshi mahsulot ishlatib turibsizlar. Ma'qul, başlap biray. Mansla. Programmamızın riyasatçılarının kiyimini bo'lsa Miras kiyim-kechak madaniyat şirkati alayda qo'llagan. Bo'ladin Miras taqdak qomatga qiyas Miras kiyimlari. Aka, yensa men shu oldi bilan salomat bo'lishingizni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Bundan keyin men boy dedim-ku aka. Cho'qim fursatli bo'lsa, filmlarga ovoz berib turing, bizga uchrashtirib turing, anglab turaylik aka, yo'qab ketmang. Rahmat. Bo'lsa sanlardimi, shunda programmalardimi ko'rib tursak xush bo'lamiz. Rahmat. Mangu salomat bo'ling aka. Endi shu uzun yillardan beri siz bizga xizmat qilib keldingiz ekran yuzida. Nurg'unlagan eslimalarimiz siz bilan bo'ldi deb esak tamamen baxtli aka buningga. Shaxsan men ashta deyalayman. Kichik vaqtlarimda tatib sizning ovozingiz bizga hamroh bo'ldi. Shuningga men shu rahmatimni bildirish uchun ham shundaqla ko'rinmalargini vakolatan sizniki mas'ullaringizga vakolatan bir chin ko'nglimizdan bir tashakkurimizni bildirish uchun shu programmamizningki rahmat lo'nqimizni sizga hadiya qilsak, yaxshi saqlag'aysiz, qabul qilasiz aka. Rahmat.